Jigar uchun eng zararli mahsulot qovurilgan kartoshka. Meni kamroq yeng. Jigar uchun eng foydali mahsulot karam. Yurak uchun eng zararli mahsulot bu mayonez. Yurak uchun eng foydali mahsulot bu men. Miya faoliyatini buzadigan mahsulot sosiska. Miya faoliyati uchun eng yaxshi mahsulot grek yong'oqi. Teri uchun eng yomon mahsulot do'kondagi muzlatilgan chuchvara. Bizni kamroq iste'mol qiling. Teri uchun eng yaxshi mahsulot sabzi. Men sosiskaman va juda mazaliman, lekin har kuni iste'mol qilsangiz kasalliklarga olib kelaman. Men qovurilgan kalbasaman. Men stressni kuchaytiraman va immunitetni zaiflashtiraman. Men olmaman. Agar sarimsoq yegandan so'ng meni yesang, og'izdagi yomon hidni yo'qotaman. Men kashnichman. Meni o'tkir pichoq bilan kesgin. O'tmas pichoq kletchatkalarimga zarar beradi. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr!